Demak, yana bir marotaba barchaga assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlar bilan tarmoqdagi ustozingiz Zulfiyaxon To'ychiyeva yana bir marotaba go'zal tongda ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Birinchi bosqichdan o'tgan ustozlarimizni barchalaringni tabriklayman. Ilohim yorug' yuzlar bilan bundan-da yanada yaxshi natijalarni ko'rsatib, suhbatdan ham o'tib olishlaringni Allohdan so'rab qolaman. Kelajak markazi direktorlari 11 fevral sizlarga test imtihon kuni hisoblanadi. Sizlar ham astoydil bo'lasizlar. Hali ochilmaganlar uchun esa qachon ochilishi haqida bugun mana shu darsning oxirigacha savollaringizga javob berasiz, topib olasiz. Demak, birinchi ilovada aynan test sinovlarini o'tkazishni muvofiqlashtirish bo'yicha respublika ishchi guruh tarkibi ekan. Ya'ni biz test sinovlarini o'tkazib bo'ldik, lekin yana bir qaror ko'rib qo'yamiz. Demak, kelajak markazi direktorlarining ishchi guruh raisi bu Xoldarova ekan. Xo'p, bu bizga unchalik muhim emas. 2, 3, 4 joylarda o'tkazish manzillarining test sinovini o'tkazish joylari berilgan. Xo'p, 4-ilovada test sinovlarni o'tkazadigan joy manzillari yana berilyapti. 5-ilovamizda mabodo siz testdan yoki bo'lmasam suhbat jarayonida, ayniqsa suhbat jarayonida inson omil ishtirok etganligi uchun turli xil sizda shubhalar bo'lishi mumkin. Ana shu vaqtda apellyatsiya berishingiz mumkin bo'ladi. Va mana shu apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadiganlar Boqiyev, Karimov, Mamadiyarov va o'zingizni viloyatingizni korrupsiyaga qarshi kurashish huquqiy nazorat boshqarmasi xodim a'zosi bo'ladi va Davidovalar ekan. Komissiya a'zolari boshqa ishga o'tgan taqdirda uning tarkibiga ushbu lavozimga yangidan tayinlangan yoki tegishli funksiyalarni bajarish zimmasiga yuklangan shaxslar kiritiladi. Ehtiyoj tug'ilganda apellyatsiya komissiyasiga tarkibiga qo'shimcha mutaxassislar jalb etilishi mumkin ekan. Avvalo, hech kim bunday shikoyatga ehtiyojimiz bo'lmasin. Eng yaxshisi shu. Endi 6-ilovani ko'rib chiqamiz. 6 va 7-ilova biz uchun juda muhim. Qarang, tuman shahar kelajak markazi direktori faoliyatini tashkil etish to'g'risida. Ya'ni siz tumaningizni yoki shahringizni Barkamol Avlod sobiq nomi, yangi nomi kelajak markazi deb nomlanmoqda. Ana shu yerga direktorlik uchun ariza topshirganlar diqqatiga. Sizlar nimalar qilishingiz kerak ekan? Aynan 2025-yilning 8-sentyabrdagi prezident qaroriga asosan tashkil qilinmoqda. Kelajak markazi direktorligi umumiy qoidalarga o'tamiz. Kelajak markazining maqsad va vazifalari amalga oshiriladigan bolalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali tashkil etish, ularni intellektual jihatdan yetuk, vatanga sadoqatli, tarix va milliy madaniyatimizga hurmat ruhida tarbiyalashga mas'ul hisoblanadi. Demak, vazifangiz nima yoki asosiy kelajak markazining maqsadi nima desasiz, aynan mana shu yerda umumiy qoidalarda aytib o'tilgan, o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli va samarali o'tkazish maqsadida ularni intellektual jihatdan yetuk, vatanga sadoqatli, tarix va milliy madaniyatimizga hurmat ruhida tarbiyalashga mas'ul hisoblanadi. Aynan kelajak markazi direktorlari va siz suhbatga kiradigan maktab maslahatchilari, siz ham o'zingizga mana shu joyni moslab olsangiz bo'ladi. Ya'ni kelajak maktab maslahatchisining asosiy maqsadi nima deganda mana shu joyni olsangizdan bo'lar ekan.
Xo'p, demak, Kelajak markazi direktori Kelajak markazi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Direktor o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil sentyabrdagi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2025-yil 10-dekabrdagi 776-son qarori va Kelajak markazining ustavi asosida amalga oshiriladi ekan. Xo'p, direktorning asosiy vazifalari va funksiyalari haqida gap ketyapti. Bu yerda Kelajak markazi direktorining asosiy vazifalari umumiy o'rta ta'lim masalalarida maktab maslahatchisi faoliyatini muvofiqlashtirasiz. Maktabga tayyorlov guruhlaridagi bolalarni bilim olishi va kommunikativ ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishi va o'quvchilarni prezident va ijod ixtisoslashgan ta'lim tashkilotlariga tayyorlash, iqtidorli yoshlarni saralab olish, ularni qo'llab-quvvatlash va STEM haqida ketyapti. Tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika fanlari hamda ilmiy fanga bo'lgan intilishlarni rag'batlantirish, intellektual ijodiy salohiyatni ro'yobga chiqarish. Mana shu joylarini siz o'qib oling. Demak, 6-ilovadagi mana shu joylarini o'zingiz uchun o'qib oling. Ya'ni sizdan so'raydi, masalan, Kelajak markazi direktorining asosiy vazifalariga nimalar kirar ekan deb. Shuning uchun bu testda ham, suhbatda ham qo'l keladi. Shuning 6-ilovani mana shu vazifalar degan joylarni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu yerda siz amalga oshirishda quyidagi funksiyalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bolalarda liderlik qobiliyatlari va yumshoq ko'nikmalarni shakllantirishda o'quvchilar kengash saylovini o'tkazish, bolalarda aynan media savodxonlik, madaniyat, ekologiya, sport, kitobxonlik yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har xil forumlar, tanlovlar, festivallar o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Keyin maktab maslahatchilari faoliyatini monitoring qiladi hamda ularning kasbiy malakasini oshirishda tizimli ravishda seminar, trening va konferensiyalar tashkil etadi. Ya'ni siz nafaqat o'quvchilar bilan ishlashingiz, tashkil qilishingiz so'garaylar, forumlar, balki maktab maslahatchilarining ham faoliyatini nima qilib nazorat qilib borishga mas'ulsiz. Dastur va o'quv rejalarini ishlab chiqishda ularga ko'maklashasiz. O'quv jarayonini tahlil qiladi va ularga amaliy uslubiy yordam beradi. Uslubchilar, trenerlar, to'garak rahbarlar uchun turli o'quv seminar hamda vebinar mashg'ulotlari o'tkaziladi ekan. Faol o'quvchilar, maktab maslahatchilari hamda to'garak rahbarlari ishlarini ommalashtiradi hamda tanlov va tadbirlarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib boradi ekan. O'quvchilar qiziqishlariga ko'ra tarmoq to'garaklarini tashkil etadi hamda faoliyatini metodik ta'minlaydi ekan. Kelajak milliy brendi ostida ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy va axloqiy, ma'naviy, mafkuraviy, ijtimoiy, kommunikativ sohalarda o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan loyihalarni amalga oshirib boradi ekan. Endi mana bu yerda direktorning huquq va majburiyatlarini buni ham o'qib yodlab olasiz. Sizda qanaqa huquq va majburiyatlar bo'lishini. Xo'p, direktorning majburiyatlari quyidagilardan iborat ekan, ya'ni ta'lim to'g'risidagi, pedagogning maqomi to'g'risidagi, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun, mehnat kodeksi, Kelajak markazining ustavi va 2 tomonlama imzolangan mehnat shartnomasi doirasida faoliyat yuritasiz. Shuning uchun ham siz aynan maktab maslahatchisiga nisbatan ko'proq sizga qaror va farmonlardan tez keladi. Ta'lim to'g'risidagi qonun, pedagogik maqomi va korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida ekan. Xo'p, demak, direktor faoliyatini tashkil etish
Direktor lavozim oliy ma'lumotli, kamida 3 yillik staj, ya'ni ta'lim sohasida pedagogik staj ustunlik beradi. Ega bo'lgan talabgorlar quyidagi 2 bosqichda, ya'ni birinchi bosqichimiz test, ikkinchisi nima bo'ladi? Suhbat bo'ladi. Juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda yoki talabgorlar o'rtasida kuzatildi, ya'ni ko'pchilik faqatgina suhbat bo'larkan xolos kelajak markaz direktorlari uchun degan savollar bo'ldi. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Ya'ni ko'rib turibsiz, kelajak markazi ham ikkita bosqichda siz nima qilar ekansiz? Test topshirar ekansiz. Ya'ni ikkita bosqichda siz ham test topshirasiz. Talabgorlar quyidagi tartibga ishga qabul qilinadi. Qarang, mana shu joy. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining maxsus platformasi orqali faqat bitta tuman shahar kelajak markazining vakant lavozimga ariza yuboriladi. Vakant e'lon qilingan kundan e'tiboran 15 kun 15-dekabrda e'lon qilindi va 31-dekabrgacha ro'yxatdan o'tildi. Kelajak markazi tomonidan talabgorlarning platformasidagi shaxsiy kabinetiga test o'tkaziladigan kundan kamida 3 kun oldin xabardor qilinadi. Test sinovlari o'tkaziladigan joy manzillari maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali e'lon qilinadi. Talabgor test sinoviga kirishda Face ID tizimi orqali amalga oshiradi, ya'ni yuzingizni tanib kiritadi. Birinchi bosqich talabgor ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi agentligi huzuridagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy amaliy markazi tomonidan ishlab chiqilgan kelajak markazining tuman direktori lavozimiga nomzodlarni baholash uchun test sinovi spesifikatsiyasi talablari asosida saralab olinadi. Bunda test shaklida bo'lib, talabgorlar quyidagi tartibda baholanadi. Bu kelajak markazining direktorlari uchun ham maktab maslahatchisiga, ham kelajak markaz direktorligi uchun topshirganlar diqqatiga. Yoki faqat kelajak markaz direktorlari uchun. Asosiy kompetensiyalaringiz, ya'ni asosiy bilim, ko'nikma, malakalaringiz, demak, sizlarga savol 40 ta, ball esa 100 ball bo'ladi. Kelajak markaz direktorlari uchun. Sizni asosiy tekshiriladigan kompetensiyangiz bu strategik menejment va pedagogik kommunikativ boshqaruv. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, menejmentlik bo'yicha sizlarga test tashlayapman. Bugun apros va quizlarini ham tashlayman kelajak markazi direktorlari uchun. Menejmentlik, ya'ni sizlarning spesifikatsiyalaring xuddi direktorlarning menejerlik sertifikatini test shakliga o'xshar ekan. Keyingisi loyiha to'garaklar boshqaruvi hamda kasbga yo'naltirish. Ko'pchilik so'radi, kasbga yo'naltirish bo'yicha bizga ham savol keladimi? Mana sizga 6 ta shu bo'yicha savol keladi. Strategik menejment va pedagogik kommunikativ boshqaruv. Demak, liderlar kitobidan sizga 8 ta pedagogik kommunikativ boshqaruv, ya'ni aloqa o'rnatishingiz uchun sizdan 8 ta savol, loyiha va to'garak, ya'ni kasbga yo'naltirish bo'yicha 6 ta savol, liderlik va jamoa kadrlar bilan boshqaruv bo'yicha 6 ta sizga savol keladi. Endi ta'lim siyosati va davlat tili hujjat yuritish bo'yicha, masalan, maktab maslahatchilari uchun hatto arizani yozayotganimizda kimga yuborayotgan, kimning nomidan yuborilganda qanaqa yoziladi? Masalan, ismi, familiyangiz qanday yoziladi? Mana shunaqa joylariga nima qilish kerak? E'tibor berib qo'yish kerak. Xuddi shunga o'xshab sizga ham 8 ta savol davlat tilida ish yuritishdan keladi. Bu bo'yicha testlar va qo'llanmalar, audio, video darslar qilganmiz, tayyorlaganmiz. Yana alohida qayerlarga e'tibor berish kerak haqida aytib o'tganman. Qo'llab-quvvatlovchi kompetensiyalar, raqamli savodxonlik va axborot madaniyati. Bu bo'yicha axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt kitobini ko'rib chiqqanmiz va u bo'yicha menimcha anchagina testlarni joylaganmiz.
ingliz tili bo'yicha ko'nikmalardan esa sizga 6 ta test tushadi. Agar siz A1 yoki A2 darajada bo'lsangiz ham bularni bemalol yechib olasiz. Sizga bittagina tekst tushadi. Mana shu tekst asosida siz tekstni tahlil qilib bera olishingiz kerak, tushunib tahlil qilib bera olishingiz kerak bo'ladi. Demak, kelajak markazi direktorlari uchun 20 ta testimiz 209 dan baholanadi, ya'ni 209 ball beriladi. Jami 58 ball bo'ladi. 20 ta savolingiz uchun 201 dan. Ya'ni bunda siz 42 ball to'plashingiz mumkin bo'ladi. Jami siz 100 ball to'plashingiz kerak. Agar test sinov natijasiga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 2 ta nafar talabgor keyingi bosqichga o'tiladi. Agar navbatdagi talabgor bilan ballari teng kelib qolgan taqdirda ular teng baholanib keyingi bosqichda ishtirok etish huquqi beriladi. Misol uchun 2 nafar emas 4-5 kishining balli teng bo'lib qolsa, ular ikkinchi bosqichga suhbat bosqichida aniqlanar ekan. Talabgorning testdan olgan balli 6 oy muddatga amal qiladi va shu davr mobaynida to'g'ridan to'g'ri ikkinchi bosqich, ya'ni suhbat jarayonida ishtirok etish huquqini beradi ekan. Xo'p, ikkinchi bosqichi bu Respublika kelajak markazi direktorlari bilan suhbat o'tkaziladi. Suhbat markazi tomonidan talabgorning platformadagi shaxsiy kabinetiga suhbat o'tkaziladigan kundan kamida 3 ish kuni oldin xabardor qilinadi. Munosib deb topilgan talabgor Respublikasi kelajak markazi direktori tomonidan lavozimga tayinlanadi va ozod etiladi. Tuman shahar kelajak markazi direktori Respublika va hududiy kelajak markazi direktorlariga to'g'ridan to'g'ri bo'ysunadi ekan. Tushundik? Demak, 6-ilovamiz asosiysi sizga testda nimalarga tayyorgarlik ko'rishingiz va maksimal ball 100 ball olishingiz uchun. Demak, biz uchun eng asosiy kitoblarimiz bu liderlar kitobi, kasbga yo'naltirish, axborot texnologiya va qaror va farmonlar, pedagogik maqomi, ta'lim to'g'risidagi qonun. Aynan mana shularni yaxshilab o'qib, o'rganib, tushunib olishingiz kerak bo'lar ekan kelajak markaz direktorlari uchun. Endi 7-ilovada nima deyilgan? Kelajak markazining umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi faoliyatini tashkil etish. Endi siz maktab maslahatchisi faoliyati uchun ariza topshirganlar diqqati yaxshilab eshitib olamiz. Ya'ni bu yangi nizom eskisini tushuntirib bergandim. Endi yangisini ham bir karra ko'ramiz. Demak, umumiy qoidalarni ayniqsa bilishingiz kerak. Kelajak markazining umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi lavozimi. Kelajak markazining maqsad va vazifalarini ta'lim muassasalarida amalga oshiradigan bolalarni qo'shimcha ta'limga jalb etuvchi vertikal tizilma hisoblanadi. Ya'ni siz kelajak markazi direktoriga qanaqa vazifalar qo'yilgan bo'lsa, siz ham shuni ijrochi sifatida maktabda uni davom ettirar ekansiz. Maktab maslahatchisi faoliyati kelajak markazining tegishli tuman markazi va ta'lim muassasasi direktori tomonidan muvofiqlashtirib boriladi ekan. Maktab maslahatchisi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonun, kelajak markazining ustavi hamda ta'lim muassasasi faoliyatiga oid me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshirilar ekan. Maktab maslahatchisining asosiy vazifalari va funksiyalari. Birinchi vazifalarimiz qaysilar? Umumiy o'rta ta'lim tashkiloti suhbatda bizga kerak bo'ladi. Shuning uchungina sizga o'qib beryapman. Ko'rib turibsiz, 7-ilova kelajak markazi maktab maslahatchi lavozimi uchun mana shuni sizga, hop, maktab maslahatchining asosiy vazifalari nima ekan? Siz nizomda ko'rib oldingizmi desa, o'ylanib o'tirmang, yoki vazifangiz, o'z asosiy vazifangiz nima ekan desa, nima deymiz ekan? Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturining mazmunini yoritish, unda nazarda tutilgan g'oya va maqsadlarni o'quvchilar o'rtasida keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'yish ekan.
umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida kelajak markazlarining tarmoq to'garaklari faoliyatini tizimli tashkil etish, o'quvchilarni tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqindan tanishtirish ekan. O'quvchilarda yetakchilik qobiliyatlari, tashabbuskorlik, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida turli loyihalar, klublar, debatlar hamda o'quvchilar kengash faoliyatini yo'lga qo'yish ekan. Madaniyat, san'at, kitobxonlik, sport va ekologik yo'nalishdagi loyihalarni tashkil etish, ular orqali o'quvchilarda estetik didni shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish hamda tabiatni muhofaza qilishga oid bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish ekan. O'quvchilarning maktabdan tashqari ta'lim muassasalariga jalb etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini tizimli ravishda shakllantirib borish ekan. Maktab maslahatchi asosiy vazifalarni amalga oshirishda quyidagi funksiyalarni bajarishingiz kerak. Birinchisi, o'quvchilarning kasb-hunarga qiziqishi va oliy ta'lim muassasalariga kirish istaklarini aniqlash maqsadida so'rovnomalar o'tkazishingiz kerak ekan. Mening kelajakdagi kasbim dasturi asosida 7-9 sinf o'quvchilarini kasbiy qiziqishlari va qobiliyatlari, iqtidorlarini aniqlab, ularni akademik ta'lim yoki kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish kerak ekan. Ya'ni o'quvchilarga misol uchun videoroliklar namoyishi yoki biror bir korxonaga ekskursiyaga olib borishi, kasb egalari bilan uchrashuvlar tashkil etish orqali kasblar haqida to'liq ma'lumotlarga erishishingiz mumkin ekan. Maktab psixologi bilan birgalikda 7-sinfdan boshlab o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlari, shaxsiy xususiyatlari va temperamenti asosida kasbga qiziqishini aniqlash ekan. O'quvchilarning kasbga qiziqishiga oid ma'lumotlar asosida har bir o'quvchi uchun shaxsiy kasbga yo'naltirish tavsiyasi ishlab chiqiladi hamda bu masala o'quvchilarning ota-onasi bilan muhokama qilish kerak ekan. O'quvchilarni mamlakatimiz va xorijdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishga ko'maklashish ekan. Men o'ylaymanki, sizning keyingi faoliyatingiz aynan maktabingizdagi o'quvchilarni oliy ta'limga kirishga ham qadab bog'lab qo'yadi. Ya'ni masalan, sizning faoliyatingizni baholashda demoqchiman. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi prezident va ixtisoslashtirilgan maktabdagi maktab maslahatchilari bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Ular bilan hamkorlikda prezident iqtidorli farzandlari milliy dastur ishtirokchilari uchun sinov mock imtihonlarini o'tkazadi. Xo'p, oliy ta'lim muassasasiga kirish istagini bildirgan o'quvchilarni fan o'qituvchilariga biriktiradi. Ya'ni men ona tilidan ona tili o'qituvchisi bo'lmoqchiman desa, siz maktabdagi o'sha ona tili o'qituvchisiga bu bolani biriktirib qo'yishingiz kerak ekan o'quvchini. Bolalarda liderlik qobiliyatini hamda yumshoq ko'nikmalarni, ya'ni soft skills shakllantirishda o'quvchilar kengashi saylovlarini o'tkazish va ularning faoliyatini rivojlantirish bo'yicha tizimli ravishda seminar va treninglarni tashkil qilish. Demak, o'quvchilar kengashini tashkil qilasiz ekan, liderlarni aniqlab olasiz ekan. O'quvchilar kengashi a'zolari faol o'quvchilarni hamda to'garak rahbarlar ishlarini ommalashtiradi hamda tanlov va tadbirlarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib borilishini ta'minlaydi ekan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida Turon teatr yoki iqtidor ansambli, jadidlar izidan, Eko-Schools O'zbekiston, xorijiy tillar, debat, raqamli avlod qizlari kabi klublarni tashkil etasiz ekan. Aynan mana shunaqangi masalan Turon teatri aktyorlikka qiziqadiganlarni yig'ib olasiz ekan alohida Turon teatriga. Musiqaga qiziqadiganlarga ansambl qilasiz ekan, jadidlar izidan, Eko-Schools yoki xorijiy tillar, debat va raqamli avlod qizlari klublarining to'garaklarini tashkil qilasiz ekan.
ish rejasida belgilangan festival, tanlov, musobaqa va tadbirlarni sifatli o'tkazishi bo'yicha ssenariylarni ishlab chiqadi hamda tashkil etadi. Bolalarni ta'lim, media, madaniyat, ekologiya, sport, kitobxonlik yo'nalishlarida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Ular uchun festival, forum, webinar hamda oromgohlarda ishtirokini ta'minlaydi ekan. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inklyuziv to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yadi ekan. To'garak jarayonlarini tahlil qilib boradi hamda ularga amaliy yordam ko'rsatadi. Kelajak soati darslarning o'tkazilishiga mas'ul bo'ladi va ushbu jarayonni muvofiqlashtiradi ekan. Hududiy, ya'ni kelajak markazi direktorining xulosasi asosida o'quvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida turli grant loyihalarida ishtirok etadi ekan. Dastur va o'quv rejalar ishlab chiqishda kelajak markazining tuman, shahar markazlariga takliflar kiritiladi. Kelajak markazining maxsus elektron platformasini yuritadi, unga o'quv jarayoniga oid ma'lumotlarni joylashtiradi. O'quvchilarning qo'shimcha ta'limga jalb etilganligi to'g'risida ijtimoiy portfolio modulini yuritadi ekan. Qiladigan ishlaringiz shuncha ekan. Endi sizdagi huquq va majburiyatlar. Sizni quyidagi huquqlaringiz bor ekan. Belgilangan tartibda menejerlik sertifikatiga o'qish imkoniyatidan foydalanish hamda menejerlik sertifikati amal qilish muddati davomida lavozim maoshiga tegishlicha har oy 30% miqdorida qo'shimcha ustamalar olish. Ustozlar, shu yerdamisizlar? Demak, kelajak markazi yoki maktab maslahatchisi lavozimidan o'tishlaring bilan men bilan birgalikda menejerlik sertifikatiga harakat qilishlaring kerak ekan. Ya'ni oylik maoshlaringni oshirish maqsadida. Tushunarlimi? Demak, to'xtash yo'q ekan. To'xtamas ekanmiz. Tugatishlaring bilan shu menejerlik sertifikatiga harakat qilaveramiz ekan, ustozlar. Yoki birgalikda. Ko'pchilik bugun ertadan boshlanadigan menejerlik sertifikatimizga ustoz har ikkalasiga birdan tayyorlansam bo'ladimi deb liderlik qilayotganlar bor. Chunki mana shu menejerlik sertifikatiga harakat qilish davomida suhbatdan o'tish imkoniyatingiz yuqoriroq bo'ladi. Xo'p, ketdik. Maktab maslahatchisining umumiy o'rta ta'lim muassasalarining pedagogik kengash va iqtidorli o'quvchilar masalasiga oid komissiyalarga a'zo sifatida kiritiladi. Ya'ni siz ta'lim muassasangizda, maktabingizda qanaqa nima bo'lishidan qat'iy nazar siz o'sha kengashmi, iqtidorli o'quvchilar qanaqadir kengashi bo'ladimi yoki tadbiri bo'ladimi, shunda siz komissiyalarga a'zo sifatida kiritilgansiz. Umumiy o'rta ta'lim muassasalaridagi to'garaklarda o'qituvchilarning ishtiroki va pedagoglar tomonidan o'quvchilarga nisbatan munosabatni, shuningdek kutubxona hamda o'quvchilar ta'lim tarbiyasi bilan bog'liq faoliyatlar yuzasidan o'rganishlar o'tkazish va tegishli tartibda bildirga kiritish ekan. Umumiy o'rta ta'lim muassasasidagi sharoitlardan to'la foydalanish, ish rejasidagi chora-tadbirlarning ta'lim muassasasi tomonidan moliyalashtirishni talab etish ekan. O'z faoliyatiga doir ma'lumotlarni tarqatish, targ'ib etish, maktab maslahatchisi tegishli me'yoriy huquqlarda nazarda tutilgan boshqa huquqlardan ham foydalanish mumkin. Endi sizni qanaqa majburiyatlaringiz bor? Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi, pedagogik maqomi to'g'risida, korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida qonunlar. Bitta shuni ham ko'rib qo'yamiz. Biz ko'rmadik, mana shu korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunni bitta qarab qo'yamiz. To'g'risidagi qonun, mehnat kodeksi, kelajak markazining ustovi va ta'lim muassasasi tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlar hamda ikki tomonlama imzolangan mehnat shartnomasi doirasida faoliyat yuritish, ularda belgilangan tartib hamda odob axloq qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak ekan. Maktab maslahatchisi faoliyati davomida ta'lim tizimini obro'sizlantiradigan harakatlar va ijtimoiy tarmoqdagi manbalar, ommaviy axborot vositalari yoki turli ijtimoiy tarmoqlarda yoritilgan yo'l qo'ymaslik,
Agarda shunday holat aniqlangan taqdirda qonunchilikda belgilangan tegishli tartibda intizomiy chora ko'rishga asos bo'ladi. Yuqori turuvchi tashkilotlar ta'lim muassasasining pedagogik kengashi hamda rahbariyatning tegishli topshiriq va ko'rsatmalarini bajarishi, ya'ni u ham o'zining belgilangan vazifalar doirasidagina. Tegishli tuman kelajak markazi hamda ta'lim muassasasi rahbariga o'z faoliyati to'g'risida har oylik axborot va hisobotlar o'rnatilgan tartibda taqdim etishingiz kerak. Demak, siz kelajak markazi direktorlariga hamda maktab rahbariyatiga hisobot topshirarkansiz. Belgilangan nomenklatura asosida hujjatlarni ish yuritish kerak ekan. O'ziga ajratilgan holda moddiy texnik vositalar va mablag'lardan to'g'ri foydalanish. Maktab maslahatchisiga qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyat ham yuklanishi mumkin. Endi mana bu joyda biz uchun qiziq. Maktab maslahatchisi faoliyatini tashkil etish tartibi qanday bo'ladi? Milliy o'rta ta'lim maktablarida maktab maslahatchisi lavozimini quyidagi tartibda tashkil etiladi. Ya'ni aynan maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining 2025-yilning 18-noyabr 431-sonli buyrug'iga ko'ra maktab maslahatchisi lavozimi o'quvchilar tomonidan kelib chiqib quyidagi miqdorda 300 nafargacha bo'lganlarda 0,5, 301 nafardan va undan ortiq bo'lsa 1 stavka birligida tashkil etilar ekan. Maktab maslahatchisi lavozimiga talabgorlarni tanlash bo'yicha tanlov, ya'ni komissiya mazkur nizomga muvofiq faqatgina hududlarda tashkil etiladi. Tanlov komissiyasi tarkibi 1, 2, 3 ilovalarda aytilgan, uni o'tganligimiz uchun aytib o'tirmadim. Hududiy kelajak markazi direktori tanlov komissiyasi faoliyatini tashkil etadi va mas'ul bo'ladi. Hududiy kelajak markazi direktor tanlov komissiyasi faoliyatini tashkil etadi va mas'ul bo'ladi. Shu joyda men uchun juda qiziq bo'ldi-da. Hududiy kelajak markazi bu viloyatnikini nazarda tutyaptimi yoki tumanlarni, shaharlarniki nazarda tutyaptimi? Maktab maslahatchisi lavozimiga oliy ma'lumotga ega bo'lgan talabgor quyidagi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Bunda staj kerak emas. Birinchi bosqich talabgor bilimi test sinovidan o'tkaziladi. Ikkinchi bosqich talabgor suhbat. Talabgor quyidagi tartibda ishga qabul qilinadi. Faqat bitta umumiy o'rta ta'lim maktabiga vakant lavozimga ariza yuboriladi. Vakansiya e'lon qilingan kundan 20 kun davomida arizalar qabul qilinadi. Talabgorning platformadagi shaxsiy kabinetiga test o'tkazilgan kundan 3 kun oldin xabardor bo'ladi. Test sinovlari o'tkaziladigan joy manzillarini Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali e'lon qilinadi. Va siz buni testdan o'tdik, yuzimizni tanib kirib chiqdik. Xo'p, endi birinchi bosqichimiz talabgor ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi huzuridagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy amaliy markazi tomonidan ishlab chiqilgan davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarining maktab maslahatchisi lavozimiga nomzodlarni baholash uchun test sinov spesifikatsiyasi talablari asosida saralab olindi. Bunda test shaklida bo'lib, talabgorlar quyidagi tartibda baholanadi. Ya'ni asosiy kompetensiyamiz tashkiliy, pedagogik va kommunikativ ko'nikmalar. Bundan 5 ta savol. O'quvchilarning psixologik qo'llab-quvvatlash va kasbga yo'naltirish ko'nikmalari. Bundan 6 ta savol. Liderlik va tashabbuskorlik. Bundan 4 ta savol. Har bittasi 3-dan 46,5 ball olishingiz mumkin. Ta'lim siyosati va davlat tilida ish yuritishdan 5 ta savol keldi. Media savodxonlik va axborot madaniyatidan 4 ta, ingliz tili bo'yicha 6 ta va ularga 2,1dan baholandi. Va siz maksimal darajada 31,5. Har ikkala test ko'lami, ya'ni 3,1 va 2,1dan beradigan barchasi 78 ball bo'ladi. Endi test sinov natijasiga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 3 nafar talabgor keyingi bosqichda ishtirok etadi. Birinchisida dekabrdagisida 5 nafar edi. Hozirgisida esa endi 3 nafar deyilyapti. Demak, test sinov natijasiga ko'ra eng yuqori ball to'plagan 3 nafar talabgor keyingi bosqich. Agarda navbatdagi talabgor bilan ballar teng kelib qolgan taqdirda ballar teng baholanib keyingi bosqichga ishtirok etishi mumkin ekan. Ya'ni 3 nafardan oshiq bo'lishi mumkin qachonki ballar teng bo'lganda. Xo'p,
Talabgorning testdan olgan balli 6 oy muddatga amal qiladi va shu davr mobaynida to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi bosqichda ishtirok etishi huquqini beradi ekan. Ya'ni necha balligini aytib o'tilmagan. Endi ikkinchi bosqichimiz bu suhbat shaklida amalga oshiriladi. Talabgorning platformadagi shaxsiy kabinetiga suhbat o'tkaziladigan kundan 3 kun oldin xabar qilinadi. Talabgorlarga bilet tanlash imkoniyati beriladi. Unda 5 ta savol bo'ladi. Tayyorgarlik uchun siz 10 daqiqa tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Savollarga javob berish uchun 15 daqiqa, qo'shimcha savollar uchun 5 daqiqa vaqt ajratiladi. Suhbat jarayonida har bir topshiriq umumiy baholash rubrikasi asosida 9 ballikdan. Ya'ni siz 5 ball maksimal olishingiz mumkin. Tanlov komissiyasi a'zolari tomonidan nomzodning tegishli ko'nikmalari, ya'ni o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va kasbga yo'naltirish. Mana shu joydan bilishingiz mumkin, yana kasbga yo'naltirish kitobidan savol keladi degani. Xo'p, akademik rejalashtirish va oliygohlarga yo'naltirish loyiha, trening va tarmoq to'garaklarini tashkil etish, sohaga doir istiqboldagi rejalar, muammoli vaziyatlarda qanday qaror qabul qilish, ijtimoiy madaniy ko'nikmalar barchasi 45 ball bilan baholanadi. Sizga demak vaziyatlar berishi mumkin ekan. Ya'ni bir o'quvchi turli xil kasb yo'naltirish bo'yicha ham turli xil vaziyatlar berganmiz-ku. Ya'ni o'zi rasm chizishga qiziqadi, ota-onasi uni shifokor bo'lishni xohlaydi. Xuddi shunga o'xshagan test yana imtihonda ham tushdi. Xuddi shunaqa o'xshagan, siz o'sha vaqtda nima qilasiz? Test va suhbat natijasiga ko'ra eng yuqori yakuniy ball to'plagan talabgor munosib deb topilib, tanlov komissiyasi bayonnomasi bilan tasdiqlanadi. Agar siz testdan zo'r ball to'plab, suhbatdan yaxshi ball to'play olmasangiz, bu degani test siz uchun hamma narsani hal qiladi degani emas ekan. Demak, asosiysi suhbat ekan. Suhbat va testni birgalikda qo'shib, eng yuqori ball olganini olishimiz mumkin. Xo'p, talabgorning ballari teng bo'lgan taqdirda tanlov komissiyasi raisining xulosasiga asoslanib yakuniy qaror chiqaradi. Ya'ni siz va raqibingizniki ikkalasi bir xil ball to'planib qolsa, bu tanlov komissiyasining raisining xulosasiga qaralar ekan. Talabgorlar tanlov jarayonida norozi bo'lgan taqdirda qaror qabul qilingan kundan boshlab 10 kun muddat ichida yuqori turuvchi organga yoki vazirlikka yoki sudga shikoyat qilishi mumkin ekan. Bu jarayonni video yozuv orqali yozib olinadi va 3 oy davomida hududiy kelajak markazida saqlanib turiladi. Endi hududiy deyapti. Endi tumanda bo'ladigan bo'lsa, menda bir savol qiynayapti. Tumanda bo'ladigan bo'lsa, demak, avval kelajak markazi direktorlari saylanib olinadi, undan so'ng esa sizga suhbat bo'ladi. Agar viloyat bo'lsa, demak, ungacha emas ekan. Munosib deb topilgan talabgorlar Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar kelajak markazlarining tanlov komissiyasi tavsiyanomasi asosida umumiy o'rta ta'lim maktab direktori tomonidan ishga qabul qilinadi. Kelajak markazining tanlov komissiyasi tomonidan berilgan tavsiyanoma demak 3 yil muddatga amal qiladi. Yana 3 yildan keyin yana shunaqa bosqichdan o'tishingiz kerak ekan. Munosib deb topilgan talabgor mehnat shartnoma tuzishda bosh tortgan taqdirda yakuniy ballga ko'ra navbatdagi o'rinni egallagan talabgor tanlov g'olibi deb topiladi. Misol uchun siz ko'pchilik maktab maslahatchisi va kelajak markaziga ham topshirgan-ku, har ikkalasidan o'tib ketgan bo'lsangiz yoki boshqa ish topgan bo'lsangiz, yo'q men bunda ishlamayman deydigan bo'lsangiz, navbatdagi ikkinchi o'rindan yuqori ball to'plagan talabgor o'rni almashishi mumkin ekan. Xo'p. Tanlov komissiyasi tomonidan qabul qilingan qaror umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlari uchun majburiy bo'lib hisoblanadi. Maktab maslahatchisi tegishli tuman kelajak markazining direktori hamda ta'lim muassasasi rahbariga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadi. Menimcha viloyatda bo'ladi sizlarning suhbatlaring. Maktab maslahatchilariniki viloyatda bo'ladi.
Xo'p, umumiy o'rta ta'lim muassasasi direktorlari tomonidan maktab maslahatchi faoliyati uchun maktab. Xo'p, maktab maslahatchisi bu oldingiz, endi sizga qanday moddiy qo'llab-quvvatlanadi? Sizga alohida bitta xona beradi. Maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari bilan bir xonaga joylashtirilasiz va jihozlanar ekansiz. Unda bitta stuli bo'lar ekan. O'quvchilar kengashi a'zolari uchun kamida 9 kishiga mo'ljallangan stul, ikkita kitob javoni va bitta kompyuter jamlanmasi, printer, flipchart hamda zaruriy kanselyariya buyumlari bilan ta'minlanadi ekan. Maktab maslahatchisining ish rejasida belgilangan chora-tadbirlar umumiy o'rta ta'lim muassasasi ish rejasiga kiritib moliyalashtiriladi ekan. Maktab sizga qilib berish kerak ekan. Maktab maslahatchi lavozimi faoliyatini tugatish. Qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda tashkil etiladi va tugatiladi. Ushbu nizom talablari buzilishida aybdor bo'lgan shaxslar qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'ladi ekan. Demak, maktab maslahatchi lavozimiga talabgorlarni tanlash bo'yicha tanlov. Komissiya tarkibi. Hududiy kelajak markazi direktori, komissiya raisi, prezident maktab direktori a'zosi, direktor kengashi raisi, psixolog a'zo, hududiy kelajak markazi maktab maslahatchilari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'lim mudiri, ya'ni kotib ekan. Respublika kelajak markazi vakili kuzatuvchi ekan. Demak, sizga suhbatda hududiy kelajak markazi direktori, prezident maktabi direktori, direktorlar kengashi raisi, psixolog, hududiy kelajak markazi maktab maslahatchilari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'lim mudiri, kotib, kelajak markazi vakili, respublika kelajak markazi vakili. Mana shu 6 ta odamdan iborat bo'lgan komissiya tuzilar ekan. Komissiya a'zolariga boshqa ishga o'tgan taqdirda ularning o'rnini bosuvchilar kelar ekan. Agarda prezident maktabi direktori yoki direktorlar kengashi raisi bitta lavozimni bajarayotgan bo'lsa, uning o'rniga prezident maktabining maslahatchisi ushbu komissiya a'zosi hisoblanadi ekan. Xo'p, keyin Xudo xohlasa, inshaalloh mana shu tavsiyanomani qo'lga kiritasiz ekan. Agar mana shu maktab maslahatchisi degan tavsiyanomani qo'lga kiritar ekansiz. Mana birinchi bosqichdagi balingiz, ikkinchi bosqichdagi balingiz, jami balingiz qo'shib, jami 123 ball bo'lar ekan. Amal qilish muddati 2029 ekan. Agar bu saqlanib qolsa, bu kasb nima deyman? Aynan mana shu kelajak maktab maslahatchisi lavozimi saqlanib qolsa, siz bilan 3 yildan keyin ko'rishar ekanmiz. Ungacha yana menejerlik sertifikatiga ham o'qiysizlar. Yangilash uchun yana 3 yildan so'ng. Ilohim o'sha paytda men ham PhD'imni himoya qilib, doktor sayensda o'qib bitirib olgan bo'lay yoki o'qiyotgan bo'lay. Xo'p, maktab maslahatchisini ishga qabul qilish jarayonlarini tashkil etish. Suhbat jarayonidan so'ng birinchi bosqich komissiya kotibi platforma orqali Respublika kelajak markaziga tavsiyanomani kelishishi uchun yuboradi. 5 ish kunida ekan. Xo'p, ikkinchi bosqich Respublika kelajak markazi tavsiyanomani ko'rib chiqib tasdiqlaydi ekan 7 ish kunida. Oho. Uchinchi bosqich talabgor umumiy o'rta ta'lim maktab direktori nomiga ishga kirish uchun ariza yozar ekansiz. 3 ish kunida ekan. Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori buyruq rasmiylashtirish, xulosa olish uchun tegishli adliya organlarining huquqshunos dasturiga yuboriladi ekan. ERPga 3 ish kunida ekan. Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori xulosadan kelib chiqib buyruq bilan tanishtirib ishga qabul qilar ekan 2 ish kunida ekan. Xo'p, demak 6-bosqich lavozimdan ozod etilgandan so'ng umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori vakant bo'lgan lavozim haqida buyruqda adliya organlarining huquqshunoslik dasturiga yuboriladi ekan 2 ish kunida.
Hop, keyingisi nima o'tib turibman, jicha kutamiz shekilli o'rtoqlar. O'tib olsak bo'ldi-da. Endi qarang. Kelajak markazi direktori va o'rinbosarlari hamda o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisining malaka tavsiflari. Hop. Direktor oliy ma'lumotli bakalavr diplomiga ega bo'lishi, magistratura ilmiy darajaga egalik afzallik beradi. Lekin men mana shu joyga topshirdim, meni stajim yetmadi, Endi mana magistratura ilmiy darajaga egalik afzallik beradi degan joyda bor edi. Mutaxassislik talab etilmaydi. Bizni ham gruppamizda bor edi magistrlar. Magistraturani bitirganlar bor edi-ku. Sizga mana shu birinchi o'rinda ustunlik beradi. Mutaxassislik talab etilmaydi, faqatgina pedagogik yo'nalishi ustunlik beradi agar pedagogika yo'nalishi bo'yicha. Ish stajiz ta'lim sohasida pedagogik staj ustuvorligi 3 yil bo'lishi kerak ekan. Menda aynan chiqmadi pedagogik staj, testologlik va 11 oylik pedagogik chiqdi. Oliy ta'lim kirmas ekan. Microsoft Office dasturi, Word, Excel, PowerPoint, zamonaviy axborot texnologiyalari va internet tarmog'idan mustaqil foydalanuvchi sifatida turli ish dasturi bilan ishlash bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega bo'lishingiz kerak. Ayniqsa kelajak markazi direktorlari uchun. Hurmatli ustozlar, bilaman ko'pchilikni yoshi katta kelajak markazi direktorlariga harakat qilayotgan, yoningizdagi sizga yordam berayotganlar bor. Ya'ni yoningizdagi kotibangiz, yordamchi sizga yordam berishi mumkin. Lekin siz mana shu ishni o'zingiz qiling endi. Ya'ni Wordda ishlashni, undagi buyruq berishlarni o'rganib oling. Chunki bu sizni sinashadi. Masalan, menejerlik sertifikatda ham bor-ku. Maktabgacha va maktab ta'lim sohasiga oid qonunchilik hamda idoraviy va ichki lokal hujjatlardan, shuningdek ta'lim standartlaridan xabar bo'lishingiz kerak. Xorijiy tillardan birini boshlang'ich bosqichma va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni bilish kerak. Davlat tilini bilish, rus, ingliz va boshqa tillar ustuvorlik qiladi. Agar sizda til bilish sertifikati bo'lsa, bu sizga ustuvorlik qiladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunining 28-moddasiga muvofiq qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ilgari sudlangan shaxslar ta'lim tashkilotining rahbarlik lavozimiga tayinlash mumkin emas. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining pedagogning maqomida to'g'risidagi 15-moddaga asosan qonuniy kuchga kirgan sud hukmiga muvofiq pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilgan shaxslar, qonunchilikda belgilangan tartibda sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan degan shaxslar, pedagogik faoliyatni amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan kasalliklari bo'lgan shaxslar, psixiatriya yoki narkologiya muassasalarida hisobda turgan shaxslarning pedagogik faoliyati bilan shug'ullanishga yo'l qo'yilmaydi. Qasddan sodir etilgan jinoyat uchun ilgari sudlangan shaxslarni pedagogik faoliyat bilan bog'liq lavozimlarga qabul qilish mumkin emas. Endi direktor o'rinbosarlari oliy bakalavr diplomiga ega bo'lishi kerak, mutaxassislik talab etilmaydi, pedagogik yo'nalish ustuvorlik qilar ekan, 2 yildan kam bo'lmagan pedagogik staj, Microsoft Office dasturlari, bu ham shuni bilishi kerak ekan, chet tillarini bilishi va o'sha ta'lim to'g'risidagi qonunning 28-moddasida qasddan jinoyat, 15-moddasida turli xil kasalliklar bo'lmasligi kerak. Xo'p, endi o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi sizda nima bo'lishi kerak? Siz ham bakalavr diplomiga ega bo'lishingiz kerak. Magistrant yoki PhD doktorant bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ustunlik beradi. Mutaxassislik talab etilmaydi, ya'ni ma'lum bir mutaxassislik tugatish shart emas. Ko'pchilik psixologiya bo'lmas ekan deb ko'pchilik lichkamga ham yozdi. Demak, ko'rib turibsiz, bu mumkin, faqatgina pedagogika yo'nalishi bo'yicha sizga ustunlik beradi xolos. Mehnat staji talab etilmaydi. Microsoft dasturi, Word, Excel, PowerPoint kabi zamonaviy axborot texnologiyalari va internet tarmog'ida mustaqil foydalanuvchi sifatida turli ish dasturlari bilan ishlash bo'yicha yetarli ko'nikmaga ega bo'lishingiz kerak. Maktabgacha va maktab ta'lim sohasiga oid qonunchilik hamda idoraviy
ichki lokal hujjatlardan, shuningdek ta'lim standartlaridan xabardor bo'lishingiz kerak. Va ularga qo'yilgan talab xorijiy tilni, axborot, kompyuterni bilishingiz, ta'lim to'g'risidagi qonun 28-moddasiga qasddan jinoyat qilmagan bo'lishingiz, ta'lim aynan pedagogik maqomdor 15-moddaga asosan siz turli xil kasalliklar bilan yoki qandaydir ro'yxatlarda turmagan bo'lishingiz kerak ekan. Endi kelajak markazi ko'rinyaptimi, nimadir bo'lib qoldimi? Bilmay qoldim. Kelajak markazi direktori va o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi lavozimi uchun test sinovi va suhbat jarayonini o'tkazish to'g'risida eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Zerikib qolmadilaringmi? Boradigan manzilingizni aniqlab olsangiz, manzilga yetish osonroq bo'ladi. Shuning uchun ham ko'p gapirsam-da, buni tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Ya'ni biz nima uchun nimaga harakat qilyapmiz, shuni bilib olsak, Xudo xohlasa manzil yaqin bo'ladi. Ketdik. Kelajak markazi direktori va o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha maktab maslahatchisi lavozimi uchun test sinovi va suhbat jarayonini o'tkazish to'g'risida. Xo'p, demak, tuman kelajak markazi direktori va maktab maslahatchisi lavozimiga talabgorlarning arizalari qabul qilish uchun tanlov edu.uz platformasi ishga tushirilganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin. Tuman kelajak markazi direktori va maktab maslahatchisi uchun sinovlar quyidagicha: birinchi bosqich test sinovi. Ya'ni 3400 ta umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi maktab maslahatchisi lavozimi uchun 2026-yilning 16-17 yanvar kunlari deb belgilansin. Tuman shahar kelajak markazi direktori lavozimi uchun 2026-yilning 11 fevral. Aytyapman, ya'ni nimaga kelajak markazi direktorlari 11 fevral imtihonga kirasiz deyotganimda sababi mana shu qonunga asosan aytyapman. 11 fevral kuni siz imtihoningiz. Ikkinchi bosqich suhbat jarayonlari bo'ladi. Maktab maslahatchisi lavozimi uchun 2026-yilning fevral oyining 1-dekadasida, ya'ni ikkinchi bosqich suhbatingiz uchun qarang. Siz demak kelajak markazi direktorlaridan oldin suhbat bo'lar ekansizlarda. 2026-yil fevral oyining 1-dekadasida deganda, dekada deganda 10 kunlik degani. Birinchi 10 kunlikdan 1-fevraldan 10-fevralgacha bo'lgan vaqtda sizga qo'yib qo'yishi mumkin ekan. Endi tuman shahar kelajak markazi direktori lavozimi uchun suhbat 2026-yilning 3-dekadasida o'tkaziladi. 11 fevralda siz testga borib kelganingizdan so'ng 3-dekadasi, ya'ni 30 fevral yo'q, ya'ni 2-dekadasi 21 fevraldan mana shu oyning oxirigacha siz topshirishingiz mumkin bo'lar ekan. Suhbat kunini shu 20-dan oyning oxirigacha 1-martgacha bo'lgan vaqtida sizga qo'yilar ekan. Test sinovini o'tkazish, muvofiqlashtirish bo'yicha respublika ishchi guruhi tarkibiga ilova qilinyapti ekan. Test sinovini o'tkazishni nazorat qilish uchun hududga xizmat safariga yuboriladigan vazirlik xodimlari ro'yxati ikkinchi ilova sifatida test sinovini o'tkazish va nazorat qilish bo'yicha ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalaridan biriktirilgan bino va guruh rahbarlari ro'yxati ikkinchi ilovada, test sinovini o'tkazilgan joy manzili 4-ilovada, respublika apellyatsiyasi 5-ilovada ko'rsatilgan, kelajak markazi direktori faoliyatini tashkil etish to'g'risida 6-ilovada, kelajak markazining umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini, demak maktab maslahatchisi faoliyatini tashkil etish to'g'risida 7-ilovada, Qoraqalpog'iston Respublikasining viloyat Toshkent shahar, shuningdek kelajak markazi direktori maktab maslahatchisining malaka tavsiflari 8-ilovada. Biz ko'rdik nimalar bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi 2025-yilning 30-sentyabrdagi 168-son buyrug'ining 5-ilovasi, 2025-yil 17-dekabrdagi buyrug'i bilan tasdiqlangan 11-ilovasi o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblaydi. Respublika kelajak markazi test sinovlari belgilangan muddatlarida shaffof,
adolatli, xolis o'tkazilishini tashkil etish. Test sinovlari o'tkazilishini nazorat qilish uchun biriktirilgan mas'ul xodimlar faoliyati muvofiqlashtiriladi. Talabgor test sinovida belgilangan muddatda ishtirok etishlarini nazorat qilish vazifalari yuklatilsin. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi birinchi va ikkinchi bosqich jarayonini o'tkazish hamda nazorat qilish bo'yicha asosiy mas'ul xodimlarni o'z vaqtida ishtirokini ta'minlash. Mas'ul xodimlarning hududlarga xizmat safariga yuborilishi yuzasidan hujjatlarni rasmiylashtirish. Maktab maslahatchisi lavozimi uchun tanlovning ikkinchi bosqichi, ya'ni suhbat jarayoni hududlardagi prezident maktablarida o'tkazish bo'yicha zaruriy 5 dona notebook ajratish choralari ko'rilsin ekan. Demak, maktab maslahatchisi lavozimi uchun tanlovning ikkinchi bosqichi suhbat jarayoni hududlardagi prezident maktabida o'tkazish bo'yicha zaruriy 5 dona notebook o'tkaziladi. Demak, sizning suhbatingiz maslahatchilar prezident maktabida bo'lar ekan. Pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi Davidova ekan 3 kun muddatda tuman, shahar, kelajak markazi direktori lavozimiga nomzodlarni baholash uchun test sinovi sertifikatsiyasi talablarini ishlab chiqsin va Respublika kelajak markazi bilan kelishsin deyilyapti. Axborot xavfsizligi tamoyillariga rioya etgan holda test materiallarini tayyorlash jarayonida ularning maxfiyligini ta'minlashga holda maxsus platformaga joylashtirilsin. Test sinov natijalaridan norozi bo'lgan talabgorlarning murojaatlarini ko'rib chiqish va tahlil qilish maqsadida malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruh tarkibini shakllantirsin. Bunda mazkur ishchi guruh a'zolari ro'yxati belgilangan tartibda Respublika apellyatsiya komissiyasiga taqdim etiladi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, raqamlashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish boshqarmasi Masturmonovga ekan. Test sinovlari o'tkazilgan auditoriyalarning kompyuterlarining internet tarmog'iga ulash va tashkil qilish bo'yicha bo'lyapti. Maktab maslahatchi lavozimi uchun o'tkazilgan ikkinchi bosqich suhbat jarayonlari shaffof o'tkazish maqsadida baholash tizimining natijalarini inson omilisiz tanlov UzEdu platformasiga integratsiya qilish tizimini yaratsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri viloyatlar, Toshkent shahar va Maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmalari boshliqlari test sinovlarini o'tkazish joyi auditoriyasi tayyorgarligi hamda nazoratchi va auditoriya rahbarlarini o'z vaqtida test sinoviga kelishini ta'minlasin. Test sinovlari o'tkaziladigan auditoriyalardagi kompyuterlarning internet tarmog'iga ulanishi kerak. Demak, sizlarniki tepada bo'lar ekan. Adashmasam, ya'ni markazda bo'ladi. 12 ta viloyat uchun Toshkentda bo'ladi, keyin Qoraqalpog'istonliklar uchun menimcha Nukusda bo'ladi. Test sinovlarini o'tkazish joyi, auditoriya, sinflar tayyorligi hamda nazoratchi auditoriya rahbarlarini o'z vaqtida test sinoviga kelishini ta'minlash. Test sinovlari o'tkaziladigan auditoriya sinflariga kompyuterlar, internet tarmog'i, auditoriyadagi axborot kommunikatsiya texnologiya vositalarining sozligi, elektr energiyasining uzilish holatlarining oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rsin. Sinov o'tkaziladigan binolarda auditoriya rahbar va nazoratchilar ishini samarali tashkil etish maqsadida 10 dona ratsiya hamda test topshiruvchilar sonidan kelib chiqib, test topshiriqlarini ishlashda qoralama sifatida foydalanishlari uchun A4 formatda ruchka bilan ta'minlansin. Tuman, ya'ni shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi boshliqlari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasasi va maktabgacha ta'lim tashkil direktorlari bilan birgalikda belgilangan reja asosida test sinovi jarayonida ishtirok etish uchun talabgorlarning o'z vaqtida yetib kelishlari ta'minlansin. Talabgorlarning o'z hududiga tartibli ravishda qaytib ketishlari qat'iy nazoratga olinsin. Amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida Respublika ishchi guruhida kunlik hisobotlar taqdim etilsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vaziri, viloyatlar, Toshkent shahar Maktabgacha va maktab ta'lim boshqarma boshliqlari, hududiy kelajak markazi direktorlari test sinovini o'tkazishga mas'ul ishchi guruh bilan hamkorlikda jarayonlarni shaffof va adolatli bo'lishiga shaxsan javobgar etib belgilansin. Test sinovini o'tkazishga mas'ul xodimlar kunlik test sinovi yuzasidan tushgan e'tirozlarni apellyatsiya komissiyasiga taqdim etib borishga shaxsan mas'uldir. Inson resurslarini rivojlantirish boshqarish boshqarmasi
tegishli tarkibiy bo'linmalarning mas'ul xodimlarining xizmat safari bog'liq hujjatlarini tegishli tartibda rasmiylashtirsin degan. Buxgalteriya hisobi va hisobot boshqarmasi xizmat safari bilan bog'liq bo'lgan hujjatlarni o'rnatilgan tartibda endi buxgalteriya hisobi deyapti. Axborot test sinovlar jarayonida protokol bo'limi Kelajak markazi tasarrufidagi tashkilotlar Qoraqalpog'iston Respublika Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, viloyat va Toshkent shahar maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasiga yetkazilsin ekan. Mazkur buyruqning ijrosini nazorat qilish vazir o'rinbosari Boqayev zimmasiga yuklatilsin ekan. Mana ustozlar, biz nimaga tayyorgarlik ko'ryapmiz? Mana Kelajak markazining direktorlari va maktab maslahatchilari uchun nimalar qilish kerak? Ozgina tanaffus, undan keyin spesifikatsiyalarni o'rgataman.